Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Sankt-Peterburg hamda Moskva shahrida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, sizlarga 100% ishonchli, bazasi toza registratsiya, трудовой договор, уведомление xizmatlarini taklif qilamiz. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi raqamlarga imo, Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatlar 100% ishonchli hamda tezda tayyorlab beriladi. Assalomu alaykum. Eron Iordaniyadagi AQSh harbiy bazasiga zarba berdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi 14-iyul kuni Iordaniyadagi AQSh harbiy havo bazasiga Eronning ballistik raketalari bilan nishonga olganini ma'lum qildi. Iordaniya aholisini mamlakatdagi Amerika harbiy bazalarini tugatishga chaqirdi. Islom inqilobi qo'riqchilari bu haqidagi bayonotni Fars News agentligiga e'lon qildi. Biz sizlarning mamlakatingizga nisbatan hech qanday adovatimiz yo'qligini yaxshi bilasiz. Aksincha, Falastin xalqi dardi va zulmini boshqa hech qanday millatdan yaxshiroq tushunadigan oliyjanob xalq sifatida sizlarni yaxshi ko'ramiz, deyiladi bayonotda. Iordaniya qurolli kuchlari esa mamlakat havo hududiga Eron tomonidan uchirilgan 4 ta raketa kirgani va ular yo'q qilganini ma'lum qilgan. Shu kuni AQSh markaziy qo'mondonligi prezident Donald Tramp ko'rsatmasiga binoan boshlangan Eronga qarshi navbatdagi zarbalar to'lqini yakunlanganini bildirgan. 5 soat davom etgan mazkur hujumlar Tramp Eron kemalariga qarshi dengiz blokadasini qayta joriy qilgani hamda Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan barcha yuklar uchun 20% to'lov joriy etish taklifini ilgari surgandan keyin Eronga qarshi 3-ketma-ket 3-tun bo'ldi. Eron qurolli kuchlari birlashgan qo'mondonligi AQShning mazkur suv yo'lining kelajagini belgilashga hech qanday haqqi yo'qligini bildirgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi X ijtimoiy tarmog'ida Tehron Hormuz bo'g'ozining haqiqiy qo'riqchisi bo'lib qolishini ta'kidlab, 20% juda ko'p, biz adolatli bo'lamiz, deb yozgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Kongressni Eronda harbiy amaliyotlar qayta boshlangandan rasman xabardor qildi. Bu haqda DV xabar berdi. Qayd etilishicha, Tramp Kongressga yuborgan maktubida AQSh harbiylari 7-iyun kuni Eron hududidagi obyektlarga qarshi mudofaa zarbalarini amalga oshirganini bildirgan. Mazkur xabarnoma 10-iyul kuni Kongress rahbarlariga yuborilgan. Bugun sharqiy vaqt bilan soat 16:45 da AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondon qo'mitasi asosida Eronga qarshi ketma-ket 3-tun davomida zarbalarni boshladi. Ushbu zarbalar Eron kurchlariga katta zarar yetkazishda davom etadi va ularning Hormuz bo'g'ozida tinch aholi hamda tijorat kemalariga hujum qilish imkoniyatlarini kamaytiriladi, deyiladi markaziy qo'mondonlik X sahifasida. Mazkur holat AQSh prezidenti va Kongress o'rtasidagi vakolatlar bo'yicha bahslarni yanada kuchaytirgan. Avvalroq Kongressning har ikki palatasida prezidentni Erondagi harbiy harakatlarni to'xtatishga yoki ularni davom ettirish uchun rasmiy rozilik olishga majburlash bo'yicha tashabbuslar ilgari surilgandi. Oq uy esa Donald Tramp bosh qo'mondon sifatida konstitutsiya bergan vakolatlar doirasida harakat qilayotganini bildirgan. Shuningdek, AQSh 14-iyun kuni Eron portlari va qirg'oq bo'yi hududlariga nisbatan dengiz blokadasini qayta joriy etilishini ma'lum qilgan edi. AQSh kuchlari hududdagi kemalar harakatini nazorat qilishda davom etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh kuchlari Eronning Bandar Abbosdagi dengiz bazasiga hujum vaqtida ilk bor uchuvchisiz dengiz qurilmalaridan foydalangan. Amaliyot davomida 3 ta dengiz droni ishlatilgani aytilmoqda. Bunga javoban Eron ham Kuvaytdagi AQSh harbiy bazalariga dron hujumlarini amalga oshirgani haqida xabarlar tarqalgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan mojaroni tugatish bo'yicha imzolangan anglashuv memorandumi tugaganini aytgan hamda Tehron bilan muzokaralarni davom ettirishni istamasligini ma'lum qilgan edi. AQSh markaziy qo'mondonligi kuchlari 14-iyun kuni soat 16:00 da Eron portlarini blokadasini qayta tiklaydi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi ijtimoiy tarmoq sahifasida e'lon qildi. Markaziy qo'mondonlik kuchlari Eron portlari va qirg'oq bo'yi hududlariga yoki undan kelayotgan kemalarga qarshi blokadani amalga oshiradi, deyiladi bayonotda. Boshqa kemalarga Hormuz bo'g'ozi va Ummon ko'rfazi orqali erkin o'tish huquqi beriladi. AQSh ilgari 13-apreldan 18-iyungacha Eronga qarshi dengiz blokadasini joriy qilgan edi. Ushbu 2 oylik davrda markaziy qo'mondonlik kuchlari 140 dan ortiq kemani boshqa yo'naltirishga yo'naltirdi. 9 ta qoidabuzar kemani ishdan chiqardi va gumanitar yordam yetkazib berayotgan 50 dan ortiq
tijorat kemalarini o'tishga ruxsat berdi. Bugun AQSh prezidenti Donald Tramp Qo'shma Shtatlar Eron portlarining blokadasini yangilanishini va Hormuz bo'g'ozini himoya qilgani uchun harbiylarga to'lash uchun savdo kemalariga boj undirishni e'lon qildi. AQSh Trampning buyrug'i bilan Eronga yangi zarbalar berdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. AQSh harbiylari Hormuz bo'g'ozida keskinlik kuchayishi ortidan Eronga qarshi yangi hujumlar boshladi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lum qildi. Qo'mondonlikning ma'lum qilishicha, kecha 12-iyul kuni soat tunda Eronning Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanayotgan fuqarolik va tijorat kemalariga tahdid solish imkoniyatlarini cheklash maqsadida yangi zarbalar berilgan. Bayonotda prezident Donald Tramp ushbu hujumlarga Eron kuchlarini javobgarlikka tortish maqsadida shaxsan ko'rsatma bergani qayd etilgan. Biz ularni qattiq zarbaga tutyapmiz, degan Tramp dam olish kunlaridagi hujumlarga izoh berib, Eron esa javob tariqasida mintaqada AQSh harbiy bazalari joylashgan davlatlarga hujum qilgan. Iordaniya armiyasi Eron tomonidan uchirilgan 4 ta raketani yo'q qilganini ma'lum qilgan. Kuvayt qurolli kuchlari ham Eronning Fors ko'rfazidagi AQSh manfaatlariga qarshi zarbalar vaqtida dushmanona havo nishonlariga qarshi harakat qilayotganini bildirgan. Bu hujumlar Eronning dunyo energetikasi uchun muhim hisoblangan Hormuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovi ustidan nazoratni kuchaytirishga urinishi ortidan yuz berayotgan o'zaro zarba almashuvining navbatdagi bosqichi bo'ldi. Biroq bu galgi hujumlar ko'lami va sur'ati ancha kengayganini ta'kidlamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, faqat 11-iyul kechaning o'zida Eron hududida taxminan 140 ta zarba amalga oshirilgan. Shu bilan birga ayrim kemalar Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanishda davom etayotgani bildirilgan.